boshlab bermoqchiman. Haqiqatdan ham hozir e'tibor beryapman stolimizdagi shirinliklardan boshlaydigan bo'lsak, haqiqatdan ham bizni nafaqat o'zbek xalqida, balki butun dunyo miqyosida menimcha har bir inson shirinlikni yomon ko'rmasa kerak. Chunki ayniqsa bolani yig'lagan payt ovuntirganda ham shirinlik beramiz yoki biz to'y hasham qilsak ham yoki tug'ilgan kun tadbirlarimiz bo'ladimi, har qanday vaziyatda biz kundalik shirinlikni iste'mol qilishimizdan tashqari o'shanday vaziyatlarda ham harakat qilamiz. Hattoki uyimizga biror bir mehmon kelgan paytda ham shirinlik tortishga harakat qilamiz. Milliy o'zimizning shirinliklarimiz bo'ladimi yoki shohona shirinliklar bo'ladimi, sotib olib kelib tortishga harakat qilamiz. Aslida insonni o'sha to'g'ri hayot turmush tarzini targ'ibot qila olmaganligi o'zini hayotida bu eng katta fojiali holatlarga olib boradi. Nafaqat shirinliklar bilan bog'liq bu, balki o'sha qaysi paytda qancha miqdorda o'sha narsani iste'mol qilmasligi evaziga har xil surunkali kasalliklarga duchor bo'lyapti. Shuning uchun ham biz har doim tavsiya qilamiz, ertalab faqatgina shirinlik bilan murojaat qilmasdan turib iste'mol qilib, balki shirinlikka yaqin bo'lgan taomlarimiz ham bor, quruq mevalar bor. O'shalar bilan ham menimcha tanovulni davom ettirishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi shuni hozir Nilfarxon sizga shu kerak edi-da, hammasini o'zingiz iste'mol qilasiz hozir, ha? Shuni keyin davom ettiramiz. Shifokorimizdan. Ammo yemang demang. Nilfarxon, shu savolingizga shifokorimiz javob bersalar, chunki hozirgi paytda endokrinologiya sohasida ham juda ham katta ilmiy izlanishlar olib borilyapti. Kasallik yosharib boryapti. Bunga hammamiz ma'lumotga egamiz. Shuni opamizdan eshitsak. Juda ko'p shirinlik zarar deganni bolalar tushunmaydi. Qandaydir qilib bolalarda shu shirinlikni me'yorda yeyish madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? Buni nimadan boshlasak bo'ladi? Endi hozir bir ma'lumot o'rnida bir narsani aytib o'tmoqchiman. Shirinliklar o'zi aslida Misrda kashf qilingan. Shirinliklarni dunyoga kelishiga ham sabab haqiqatdan ham o'sha paytda qanaqadir urushlar yoki nimadir ruhiy holatlar, tushkunliklar bo'lgan paytda insonlar bir-birini kayfiyatini ko'tarish uchun izlanishlar olib borgan va shu paytda aynan shirinliklarni har xil yo'llar bilan tayyorlagan. Bu shokolad ko'rinishda yoki o'sha vaqtda ham qanaqadir desertlar ko'rinishda, halvolar ko'rinishda yoki taomlarga shakllantirib shu narsani turli millat vakillari o'zlariga mos holatda qanaqadir kashfiyotlar qilishgan. Shu jumladan bu narsa hozir asrdan asrga juda ham ommalashib kelyapti va bizni qo'rqitadigan bitta muammoli holat bor. Aynan bozor rastalarida yoki do'konlarga, magazinlarga, qayerlarga kirsangiz ham shirinliklar sonini ko'payganligini biz guvoh bo'lib xursand bo'lamiz, ko'zingizni quvontiradi, lekin uni sifatini agar tarkibini o'rganganingizda naqadar insonga ko'plab fojiali holatlarni olib borayotganligi bu bizni fojiali holatimiz, ya'ni o'sha kasallikka qo'yilayotgan qadamlar hisoblanadi. Va albatta bir narsani aniq fakt sifatida aytmoqchiman, bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarga, siz bozor rastalaridan, magazinlardan mahsulotlarni xarid qilayotgan paytingizda albatta uni sifati bilan birgalikda uni chiqarilgan, tayyorlangan sanasiga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Chunki eng ko'p ichki kasalliklarni, jigar faoliyatini buzilishi, o't qopidagi bo'layotgan muammolarni, hattoki boshimizda bo'ladigan o'sha kislorod yetishmaslik holatlarini ham bu hazm qilish tizimi izdan chiqarib, demak, insonni har xil turli xavfli kasalliklarga olib boradi. Shuning uchun ham biz har doim aytamiz, inson organizmini vaqtida kerakli bo'layotgan mikroelementlar, nutrientlar va shu bilan birgalikda fermentlar, oqsillar bilan to'yintirgandagina o'sha inson sog'lom bo'lishi mumkin. Endi Nilfarxonni savollariga yana bir narsani ilova qilib aytib ketmoqchiman. Shirinliklarni biz ko'proq ertalab yeyishimiz kerakmi, tushlikda yeyishimiz kerakmi yoki kechki paytda? Biz hozir Allohga shukr qilaman, juda ham to'qchilik zamonda yashayapmiz. Hamma narsamiz yetarli. Hattoki mana kechki paytlarda to'y hashamga boramizmi yoki tug'ilgan kun tadbirimiz bormi, tortlarsiz yoki qanaqadir shirinliklarsiz o'tmaydi va eng bizni xafa qiladigan tomoni, to'y hashamlarga borgan paytimizda stol to'la nozi ne'mat, eng birinchi qo'limiz uzatayotgan narsamiz bu shirinlik bo'ladi. Ya'ni har xil ko'rinishdagi desertlar yoki konfetlar, o'sha narsani yeymizda, keyin yog'li ovqatlarga o'tamiz. Afsuski, agar yog'li ovqat bilan shirinliklar bir-biriga aralashma bo'lgan paytda aniq bu qandli diabetdan tashqari, demak, oshqozon faoliyatini va jigarni faoliyatini ham buzib qo'yadi. Endi o'zi aslida jigar ikkita vazifani bajaradi. Birinchisi bu chap va o'ng bo'lagidan o't suyuqligi, ya'ni safron ishlab chiqarsa, ikkinchi eng katta vazifasi bu qonni filtrlab beradi. Ya'ni bizning tanamizda aylanayotgan o'sha
4,5 litr qonni yangilab, bu organizm yangi qon yetkazib beradi. Endi yoyinki jigarda nerv tolalari bo'lmaganligi uchun, og'riq bermaganligi uchun biz bilamiz, bu organni asrab avaylashimiz kerak. Ana undagina ish faoliyatini normal holatda davom ettiradi, bizga uzoq yillar xizmat qilib beradi. Shuning uchun ham shirinlikni me'yorida ertalabda iste'mol qilgan paytingizda ko'proq biza sut mahsulotlariga yaqinlashtirib olib boramiz. O'sha narsani ham demak navbati bilan iste'mol qilish kerak bo'ladi. Endi yoyinki bitta narsani hozir yana fakt bilan aytishim mumkin. Mana hozir opam ham buni endokrinolog sifatida tasdiqlaydilar. Bizda aholimiz juda ko'p, mana masalan o'zim onkologiyada faoliyat yuritganman. Juda ko'pchiligi kasal bo'lgandan keyin shifokorga najot istab boradi. Agar tezroq tuzalmasa, o'sha shifokorni yomon ko'radi-da. Shunday holatlar bo'ladi. Lekin aslida 50% holatda inson o'ziga mas'uliyatini o'zi bo'yniga olish kerak bo'ladi sog'ligini. Agar o'sha inson yashash turmush tarzi davomida, qilayotgan xatti-harakatlari davomida nimani iste'mol qilyapman, nima yeyapman, kasal bo'lgan paytim nima qildim, kasal bo'lmasligi uchun nima qildim degan miyasiga qanaqadir qoidani quyib olsa, o'sha inson kasallikkacha bormaydi o'zi. Chunki Ibn Sino ham bu narsani kitoblarida juda ham ko'p ta'kidlab aytganlar, agar chang va g'ubor bo'lmaganda inson uzoq yillar yashash mumkin. Bu oddiy bir ibora emas. Buni tagida juda katta ma'no bor. Atrof muhitni ham hisobga olish kerak. Masalan, qanaqa joyda yashayapmiz, qanaqa narsalar iste'mol qilyapmiz, bular hammasi insonning o'ziga bog'liq. Bugungi kunda ushbu so'zga shirinliklarsiz ham deb qo'shsak ham bo'ladi. Chunki shirinliklarsiz odam haqiqatan ham uzoq umr ko'radi va sog'lom yashaydi. Endi dietologiya sohasida ko'proq ustoz sifatida akademik professor Guli Shayxovani o'zimga ustoz deb bilaman. Ularning kitoblarini ko'p mutolaa qilaman, suhbatlaridan ko'p bahramand bo'laman. O'sha inson ham qaysi paytda, qanaqa vaqtda, hattoki statistika ma'lumotlari bilan shu kilokaloriyalarga murojaat qilgan holatda insonni bir kunlik energiyasini ko'proq shirinlikdan oladimi yoki oqsillardan oladimi, uglevodlardan oladimi, hammasini keltirib berganlar. Men tavsiya qilardim, yuqorida Sodiq opam aytganlaridek, ko'proq kitob o'qisak, ko'proq o'sha seriallarni kamaytirib, masalan, o'zimizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar bilan shug'ullansak, menimcha insonda kasallik kamayadi. Endi ko'pchilik insonlar hozir haqiqatan ham kutayotgan bo'lsa kerak, yo'q, shuncha shirinlikni yomonlayapti, biz shirinlik umuman yemasligimiz kerakmi degan narsani mana kuni kecha oldin biz bahorni kutardik. Bahorda juda ham shirin taomlar bo'lgan sumalak qilinardi. Sumalakni ham yoyinki shirinliklar safiga qo'shiladi. Chunki uni tarkibidagi uglevodlar, kilokaloriyalar juda ham inson uchun energetichniy bo'ladi. Bu sumalak juda ham katta tarixga ega bo'lgan taomlardan biri. Buni bilasizlar o'zlaringiz ham. Shuning uchun ham biz har doim aytamiz, foydali ichimliklar va foydali shirinliklar ro'yxatini, menyusini agar bilib olsa inson hech qachon kasal bo'lmaydi. Shuning uchun ham bolalarga, endi tasavvur qiling, hozir tug'ilgan kunlarni aytyapsiz. Bu salgina qiziqarli narsa. Tort o'rniga biz foydali deb tavsiya qilgan meva yoki qanaqadir masalan oddiygina turshakni berish bu kulgili holat hisoblanadi o'zi aslida. Lekin buni real agar qaraydigan bo'lsa, insonga o'sha o'zi foydali sovg'a. Eng katta inson uchun manfaatli bo'lgan sovg'a hisoblanadi. Shu o'rinda savolim bor edi. Hozir juda ham urfda qulupnaylar, bananlarni shokolad bilan qoplab sovg'a qilish. Nima deb o'ylaysiz? Meva bilan shokolad kombinatsiyasi uyg'unligi bu foydalimi yoki zararlimi? Endi qarang, bu to'g'ri, haqiqatan ham to'g'ri savol. Nafaqat bu mevalarga yoki boshqa iste'mol qiladigan vaflilarga masalan azaldan ham bor bu narsa, shokoladni ustiga qoplab iste'mol qilish. Bu yaxshi holat emas, chunki ikkalasini vazifasi ikkita. Bittasi tabiiy, Alloh tomonidan yaratilgan ne'mat hisoblansa, ikkinchisi bu sun'iy, inson qo'li bilan yaratilgan narsa. Endi o'zimiz ham bilamizki, inson qo'li bilan yaratilgan ximikat narsalar hammasi ham foydali hisoblanmaydi. Shokoladni tarkibida masalan bozor rastalarida sotilayotgan rexnitrlar, qanaqadir ranglar, masalan foydali kakao, kofening qanaqadir foydali ingredientlari qo'shilib tayyorlanadigan bo'lsa, bu qulupnay tabiiy yo'l bilan yerda yoki boshqa bir meva o'stirilgan ne'mat hisoblanadi. Endi bu yoyinki o'z-o'zidan ma'lumki, agar buni tayyorlash jarayoni ham hattoki biz uni bilmaymiz, qanaqa jarayonda tayyorlanyapti. Uni balki gigiyenaga rioya qilib tayyorlayaptimi yoki umuman olganda masalan hech
hech qaysi shirinlikni tayyorlanish jarayoni man shunaqa shirinlik tayyorlayapman deb internet tarmoqlariga yoki televizorga ko'rsatayotgani yo'q hech kim. Biza uni u bizaga mavhum narsa. Eng yaxshi tomoni maslahatni masalan olishni inson qancha miqdorda bir kunda shakarni yeyish kerakligi, shakarni bu statistikada yozilgan, kitoblarda ham yozilgan, oq ajal deyilgan shakar. Chunki xavfli kasallikka agar undan ziyodini iste'mol qilsa kelib chiqadi va eng kerakli miqdor bu tuz miqdorini qancha iste'mol qilish kerakligi. Agar shu ikkita narsani juda o'ta darajada shirin mahsulotni yeyish ham zararli, o'ta darajada sho'r bo'lgan mahsulotni tanaga kirgizish ham zararli, chunki insonning tanasi kislorodli muhit, kislotali muhitga o'tadi. Ya'ni insonda o'sha parazitlar, viruslar, infeksiyalar, bakteriyalar, zamburug'lar ko'paygandan keyin, demak, u inson baribir o'zini surunkali kasallikka yo'liqadi. Kaliy, natriy nasosga o'tib ketaman dengda birdaniga organizmni. Mehmonlar bu shirinliklarni qanday tayyorlanganini ham bilmaydi. Qolaversa, bu bizga hozir muhim emas. Biz qaysi paytda yeyish juda yaxshi bilamiz. Biz sizlarga buni sog'inamiz deyishdi. Yaqinda bir statistika ma'lumotini aytmoqchiman. Guvoh bo'lgan narsam, poytaxtga ish bilan borganimda o'sha shofyorlarni juda ko'piga hozir lifehack sifatida aytmoqchiman, ma'lumot o'rnida energetiklarni ko'p iste'mol qilishadi. Nima? Yo'lda uxlab qolmasligim uchun deb. Aksiga olib o'sha shofyorni o'zi ancha to'lachadan kelgan aka, endi boshida gap boshlashga juda ham tortindim, lekin hisob kitob bilan borgan bo'lsam, o'sha 8 ta qadoqlangan energetikni uxlamayman deb shu manzilgacha ichib bordilar-da. Keyin oxiri aytdim, aka buni qanday hazm qilasiz? Yo'q, hazm qilib ketaveraman. Chunki shunga odatga bir pachka sigaret oldim, aytdim, yarim yo'lga borgandan keyin men aytdim, agar sigaretni chakadigan bo'lsangiz, men mashinangizdan tushib ketaman dedim. Insonni shu darajaga psixologiyasiga o'rnashib qolganki, zararli odatlarni o'ziga nima deydi, hamroh qilib olgani, ermakdek, go'yoki hamroh bo'ladi. Tezroq manzilga yetish narsani, men sog'lom bo'laman yoki shu narsaga tik oyoqda yura olaman deb o'ylaydi, lekin bu yoq aytganda baribir bora-bora qandli diabetga yoki qon bosimini juda ko'tarilib ketishiga, semirishga, turli xil 3000 xil ziyoddan kasalliklar bor. Moyilligi bo'ladi insonda.